Men Namangan viloyati Uch tumanidan keldim. Familiyam Qodirova, ismim Rohila. Men o'tgan yildan beri shu sihatgohga kelaman. O'tgan yili bosh miya kistasi hamda qizil o'rnigachi kistasi bilan kelganman. Davleniyam 180 dan pastga tushmasdi. Allohga shukr, shu yerga kelganimdan beri ancha shifo topdim. Davleniyalarim tushdi. O'shandan beri davleniyam ko'tarilmaydi. Bu yil endi buyrak yetishmovchiligi bilan keldim. Mana bugun birinchi kurs keldim bu yil. Xudoga shukr. Birinchi kursdayoq buyragim ishga tusha boshladi. Buyragim ishlamay qolgandi. Kreatinlar tushdi. Mochevinalar joy-joyiga keldi. Ishtaham ochildi. Holatim yaxshi. Mana shu buyrak yetishmovchilik kasalligiga uchraganimdan beri qancha doktorlar больницаga davolaymiz, shifo davolashimiz kerak degandi. Men o'tgan yil shu yerdan shifo topganim uchun, ixlos qilganim uchun shu yerga yana keldim. Больницаlarga ham yotmadim. больницаga yotmaganim bilan mana hozir yaxshiman. Juda holatim yaxshi. Shahalarim ochilgan. Kreatin 271 edi. Hozir tushdi. Mochevina 19 da u ham tushdi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Sog'ligim yaxshi. Boshqa yurtdoshlarga ham o'zim yurtimdagilarga ham tavsiya qilib ko'pchilikni jo'natdim. Boringlar, o'sha yerdan shifo topasizlar. Yaxshi joy deb. O'zim ham mana yana keldim. Xudo xolasa, endi doktorga bormayman. Xudo nasib qilsa shu yerga yana kelaman. Xudo xolasa 90% 18 yashar qizday bo'lib qolish niyatim bor. Tuzalib qolaman Xudo xolasa. Yaxshi joy, kelinglar, sizlarga ham tavsiya qilaman.